Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugun Abror Game. Biz bugun Minecraftda biz mob ferma quramiz. Uni qurish uchun bizga hozir hech nima yo'q zonaga tushamiz, flat worldga. Hozir mana flat worldga tushamiz. Ungacha men videoni to'xtatib turaman. Siz esa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Unda biz hozirdan to'xtatib. Mana do'stlar, biz hozir u zonaga tushyapmiz. Men hozir tushganda uni to'xtataman. Siz esa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying iltimos. Biz esa 50 ta bo'lsak, men yuzimni ko'rsataman deb sizga shortda ko'rsatib qo'yganman. Agar biz 50 ta 60 ta obunachi bo'lsak, do'stim bilan yana bitta video olamiz. U video olmayman deb yapti. Ko'ndirib olamiz video. Hozir mana biz kichkina qilib qurib qo'yaversak kerak mob fermani. Hozir mana quramiz. Mana birinchi bizga tosh kerak bo'ladi. Toshni hozir olamiz. Keyin esa do'stlar, hozir mana qo'yapmiz. Hozir mana bungacha men videoni to'xtatib turaman. Mana men kerakli narsalarni olib oldim. Birinchi navbatda bitta narsa olmabman. Bu narsani mana bu bo'ladi. Toshdan qolsak toshlidan olamiz. Mana endi birinchi bo'lib mana buni qurib olamiz. Baland qilib. Mana quryapmiz. Mana qurib bo'lsam ko'rsataman. Mana do'stlar, mana shunaqa qilib qurib olasizlar. Endi mana bu yerini teshamiz. Mana qo'yamiz. Bloklarni qo'yib tashlaymiz bloklarni. Yarimtalik blok qo'yishinglar kerak, bo'lmasa u moblar sizni ko'rib qoladi. Siz unday qilmay qolasiz. Unday qilmasangiz ham bo'ladi. Mana yopib chiqamiz. Boshqacha usul bilan ishlaymiz biz. Bunaqa usulni ham ishlasanglar bo'ladi. Faqatgina buni qilichda ursa bo'ladi-da. Bu qilich bilan urish kerak bo'ladi. Endi buni 8 ta blok qo'yib olamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 mana shularni qo'yib oldik. Endi har tomonni shunaqa qilib ishlab chiqamiz. Endi mana qo'yib olamiz. Mana shularni ishlab olamiz endi mana. Oyog'ini 8 ta qilib olamiz. Mana do'stlar, qurib bo'lyapmiz. Ozgina qoldi. Nechta qadar bo'ldi? 1 2 3 4 5 mi? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bu 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bo'ldi. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 oxirgi qatorni videoni to'xtatib turaman, keyin esa videoni boshlayman. Mana do'stlar, qurib oldim. Endi esa buni mana bunday qilib chiqamiz. Bo'lmasa mob fermamiz o'xshamay qoladi. Mana endi yana shunaqa narsalardan qo'yib chiqamiz. 7 tani qo'yamiz. Bulardan qo'yib tashlaveramiz. Qo'yaveramiz. Mana shulardan qo'yamiz.
qo'ydik mana. Qo'yaveramiz shunaqa qilib, qo'yaveramiz shunaqa qilib. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seni shoqmaydilar. Bolalar ana shunaqa qilib qo'yaverasizlar. Mana shunaqa qilib videoga to'g'ri kelib qolyapti bir. Mana. Do'stlar, qurib oldik mana. Ana endi mana bu bloklarni qo'yib chiqamiz. Mana. Qo'yib chiqamiz. Sizga videoning oxirida bir narsa ko'rsataman. Siz videoni oxirigacha ko'ring mengacha. Bu videoda hozir shu mob fermani qurib o'rgataman. Bunga siz Vijivaniyada ko'proq narsa qurishingiz kerak bo'ladi. Agar ko'proq qurmasa, ko'proq tosh kerak bo'ladi. Agar ko'proq toshingiz yetmasa, bunga qaytadan chiqib yurishingiz kerak bo'ladi. U qiyin bo'lib ketadi. Bo'lmasa tosh terab qo'yishingiz kerak. Bo'lmasa u qiyin bo'lib ketadi. Hozir men buni qurishim kerak. Shunaqa qilib qurib chiqaveramiz. Mana 3 ta. Videoni to'xtatib turaman, undan keyin videoni boshlayman. Bo'lmasa siz zerikib qolishingiz mumkin. Do'stlar, mana men nihoyat bo'ldim. Endi mana bu yerni ko'tarib ishlab chiqish kerak mana. Ikkita blok ham yetadi bunga. Mana. Bunday qilishdan keragi yo'q. Mana. Bunday qilishdan keragi yo'q umuman. Unaqa qilsanglar ham o'xshaydi. Men boshqacha qilishni bilaman. YouTube'da ko'rsanglar shunaqa qilib ishlaydi. Bilmadim, esimda yo'q. Bunaqa qilish. 1 2 mana bunday qilib tashaverasizlar. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, videoni men shu yerda to'xtataman. Bu videoning birinchi qismi. Agar siz ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda uchrashguncha xayr. Sog' bo'ling, omon bo'ling.